Baxtiki yaxşı. Ilmi yaxşı degan gapga. Bir kuni Nikka bir xat keldi. Xatda sirlik markamizga kelishimizni qarshi olamiz deb yozilgan edi. Lekin u maraka Floridada bo'ladi ekan. Lekin ish bo'lsa New Yorkda edi. Ha, yaxshi bo'ldi. Yaqin bir do'sti unga aeroplanini berib turdi. Hocam, çatlaq bo'ldi. Aeroplanning motori portlab ketdi. Ha, yaxshi bo'ldi. Aeroplanda parashyut bor ekan. Hocam, çatlaq bo'ldi. Parashyutda tushib bor ekan. Ha, yaxshi bo'ldi. Yerda saman bor ekan. Voy, çatlaq bo'ldi. Samanda yo'g'on ari turdi. Ha, yaxshi bo'ldi. Nikka ari ustiga tushmadi. Çatlaq bo'ldi. Va samonga tushmadi. Voy, ko'zlariga qarang. Gözler olg'ayib qopti. Ilmi yaxshi. U dal suvga tushdi. Çatlaq bo'ldi. Suvda bir top lahang bor ekan. Ilmi yaxshi. Nik suv uzalaydi ekan. Hocam, çatlaq bo'ldi. Qirg'oqqa chiqqanda u bir top yolg'izlarga uchrab qoldi. Yaxshi bo'ldi. Nik tez yuguraydi ekan. Lekin o bir qorong'u o'ngirga kirib qoldi. Ilmi yaxshi. Nik xuddi tog' tishlaridek lahmi qo'lay oladi ekan. Tez qo'la. Çatlaq bo'ldi. Nik qo'lab bir g'alati zalga chiqib qoldi. Qaranglar, nemish bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. Hiliqi sirlik maraka mushu yerda ekan. Sirlik maraka qanday maraka u? Sirliq. Ha, sirliq maraka. Sirliq maraka mushu yerda ekan. Bu maraka aslida Nik uchun edi. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Nikning tug'ilgan kuni ekan to'xtasizda. Ondan kitob